O'zdava sog'lomlik bilimlari. Biz bugun ko'pchilikka kindikki zanjivil chaplashning 4 cho'ng foydasini so'zlab beramiz. Uxlashdan burun zanjivilni kindikki chaplashni izchil davomlashtirganda badanga 4 cho'ng unum olib keladi. Birinchi, uchay iqtidorini kuchaytiradi. Qo'rqingiz ko'p kelsa yoki qavziyat bo'lib qolsangiz, zanjivilni kindikki sursangiz, badan beorom bo'lish alomatlarini unumli yaxshilig'i bo'ladi. Ikkinchi, mashinada bosh qiyish ko'ngil elishni yaxshilaydi. Zanjivilni kindikki chaplasa yoki sursa, mashinada bosh qiyish ko'ngil elishish masalasini unumli yaxshilig'i bo'ladi. Uchinchi, sovuqni haydaydi. Ayollar zanjivilni kindikki chaplasa, badandagi sovuqni unumli yo'qotadi. Yana balyatquni isitib sovuqni tarqatadi. Şuna ayollar hayız mezgilde hayız ağırtıp gelish meselesi görülse zanjivilni kindikki chaplasa bo'ladi. Dördüncü, immunitet kuchini oshiradi. Zanjivilning tarkibida kurkumin mol bo'lib, bu moddaning rak qarshi turish unumi nihoyat kuchli. Bo'libmi, teri raki va cho'ng uchay rakiga nisbatan nihoyat yaxshi tizginlash roli bor. Zanjivilni kindikki chaplash usuli. Zanjivil bir parcha, doğruluq chaplaq bir parcha, spirt va ochiq suv oz miqdorda. Zanjivilni ezib talqon qilib, ondan pil kuchni spirt qichilab kindik surtiladi. Ondan 1-2 temim oq ochiq suvni zanjivil talqiniga temitamiz. Oxirida zanjivilni kindik qo'yib, doğruluq chaplaq bilan chaplab qo'yamiz. Bu mashg'ulotni uxlashdan burun soat 9 dan 10 gacha elib berishga, chaplab bo'lgandan keyin atsi atganda o'rindan turgandan keyin elib etishga bo'ladi. Sog'lomlik elchisi O'zdava. O'zdava sog'lomlik bilimlari. Hayız mezgilde bu 10 ishni qilmang, oqibati og'ir. Ayollarning har qitimliq hayız mezgili intayin sezgir vaqtidir. Shunlashqa hayız mezgilde tövendikidek ishlarni qilmang. Birinchisi belgi urish. Nurg'ulgan ayollar hayız mezgilde beli telib og'irsa, belgi urish orqali og'riqni pasaytadi. Lekin bunda qilish xato. Ayollar kesili mutaxassislarining deyishicha, hayız mezgilde bel og'irish das bo'shligiga qon yig'ilganligi sababidan bo'lgan bo'lib, bundaq vaqtda belgi urganda das bo'shligiga teximi ko'p qon yig'ilib qoldi-da, bel og'riqi teximi kuchayib ketadi. İkinci, tar ishdan keyish. Hayız mezgilde tar qistab turadigan ishdan keyib olganda qon aylanish to'salg'iga uchrab, yerlik o'rin ishib qilish ahvoli ko'riladi. Uchinchisi, tish tatqizish. Cho'qim bilishingiz kerak. Hayız mezgilde tish tatqizishga bo'lmaydi. Chunki bu mezgilde badanda nurg'unlagan o'zgarishlar bo'lgan bo'lib, bundaq vaqtda tish tatqizganda qon to'xtatish tez bo'ladi. To'rtinchisi, badan yuvish suyuqligi bilan tozalik qilish. Hayız mezgilde yuyunganda badan yuvish suyuqligi bilan bevosita yuyinishga bo'lmaydi. Bunda qilganda jinsiy o'rin yallig'lanish kelib chiqib, asonla ayollar kasalliklarini paydo qiladi. 5. Mayda pishirilgan yemekliklarni yeyish. Bu mezgilde ayollarning badandagi hormonlar turaqsizlashib, teri mayliqlashish, teri to'shikchilari cho'ngiyish, teri sezgirlish qatorliq alomatlar ko'riladi. Bundaq vaqtda yana mayda pishirilgan yemekliklarni iste'mol qilganda teri yallig'lanish kelib chiqadi. 6. Hayız mezgilde balyatqı ishki pardalari to'kildigan bo'lib, balyatqı intayin ojiz holatda turdi. Bundaq vaqtda birga bo'lganda balyatqı asonli yallig'lanib, ayollar kasalliklarini paydo qiladi. 7. Haddidan ziyoda tuzliq yemekliklarni yeyish. Hayız mezgilde bak tuzliq yemekliklarni yeganda bosh og'rish, kayfiyati cho'ng doirada o'zgarish qatorliq alomatlar ko'riladi. 8. Qayniq choy va qahva ichish. Qayniq choy qahva tarkibida nervlarni g'idiqlaydigan, yurak qon tomirlarini g'idiqlaydigan moddalar bor. Hayız mezgilde ichganda og'ritib kelish, uzrab ketish, miqdori ko'payish qatorliq alomatlar paydo bo'ladi. 9. Soğuk yemekliklarni yeyish. Soğuk yemekliklar qon aylanish sur'atini ostiltib, balyatquning qon aylanishiga og'ir to'sqinlik qiladi. Bundaq bo'lganda balyatqudagi qonlar sirtga chiqarib etilmay, hayız og'ritib kelish ahvoli ko'riladi. 10. Naqshi aytish. Bu mezgilde ovoz sistemasidagi qilqon tomirlarga qon to'ladi. Bundaq vaqtda yuqori ovozda naqsh aytganda, ziyoda hayajonlanib ketganda qilqon tomirlarning yerilishini keltirib chiqaradi. Eg'ir bo'lganda ovoz sistemasiga mangulik ziyon yetkazishi mumkin. Sog'lomlik elchisi O'zdava.